Hop, manimcha уже прямой ularni bitta ko'rinishi kerak hozir. Hozir chap bilan bitta prямой chapga o'xshayib bo'ladi. Ha, shu mana buni bu yoqqa qo'yib olamiz, da. Da. Hozir endi men YouTube kanalimni Telegram ishni ko'rsatib qolaman. Agar ovoz bo'lsa bo'ldi. Hop, hammaga salom o'rtoqlar. Bugun mana Sirojbek aka bilan Big Trader ofisiga keldik. Hammaga salom. Sizlar uchun bepulga strategiya o'tib berar ekanlar, prям bepulga. Bu narsalarni iloji boricha razgonda ishlaydigan treyderlarga tashlab qo'ysanglar, biza nimaga, ya'ni odamlar bir lot $100 balans bilan kirib olib yoki $200 balans bilan kirib olib, bir lot, 1,5 lot, 2 lot, xullas katta lot ochib kichkina arzimagan joyga ham normalniy lot ochib qo'yib, slik bo'lib ketib qoldi balansida. Mana o'zlari hozir guvohligida, mana hammamiz guvohligimizda o'zlari hozir bir ikkita shotlarni kerak bo'lsa ko'rsatadilar. Qanaqa? Ya'ni arzimagan kichkina balanslar bilan ham, ya'ni uzoq muddat bilan normalniy, ya'ni kattaroq pribilda savdo qilsa bo'lishini isbotlab hozir ko'rsatib beramiz va sizlarga maxsus strategiyalar va qo'shimcha kerak bo'ladigan narsalar o'tib beramiz, xudo xohlasa narsa xohlasa. Xo'p, bo'lmasa aka boshlovchilar, men mana shu nabilgani qilib o'tiraman. Shu, bo'lmasa. Hammaga salom. Kattalar qanaqasizlar hormatda? Bo'ldi, o'zimizga Viktoriya deb. Demak, bolalar boshlaymiz. E'tibor berib diqqat bilan kuzatib turasizlar, chunki men sizlarga razворотный modellarni o'rgataman. Razворотный model qanaqa? Ya'ni bugun o'rgatadigan narsam sizlarga fraktalniy struktura va menejmentni ham ozgincha o'rgatib, ya'ni ulashni o'rgatib o'taman sizlarga. Diqqat bilan qarab turasizlar. Demak, biz ketdik. Xo'p, bozorni asosiy strukturalari ko'rishimiz mumkinki, bizda high bo'ladi va low bo'ladi. Ya'ni maksimum bor, minimum bor. Mana shu maksimum minimum orqali biz narxni o'sha kirish nuqtalarini aniqlaymiz. Misol uchun deylik, trend bilan gaplashamiz bugun sizlar bilan. Demak, o'suvchi trend bor bozorda va ko'rishimiz mumkinki tushuvchi trend bor. Mana shu ikkala trend orqali sotib oluvchilar va sotuvchilarni biz aniqlagan holatda buyga yoki sellga kirishimiz mumkin. Bu biz uchun razворотный model. Xo'p, biz uchun razворотный model. Demak, bunaqa holatga har doim biz o'sha как liniya tortamizda va trend liniya buzilishiga ko'rishimiz mumkinki trend razворотini aniqlaymiz. Bu nima uchun bizga? Ya'ni har doim bizda o'suvchi trend shakllanadi. O'suvchi trend qanaqa shakllanadi? Ikkita minimum, ikkita maksimum bir-biridan yuqorida bo'lar ekan, bizda o'suvchi trend shakllanadi. Agar ikkita minimum va ikkita maksimum bir-biridan pastda bo'ladigan bo'lsa, tushuvchi trend shakllanadi va bularga biz liniya tortamiz. Liniya tortishimiz asosi nima? Demak, qachonki minimumlar bir-biridan yuqorilashib borsa, ko'rishimiz mumkinki mana bu har bir liniyaga kelganda reaksiya bu demak отбой deyiladi. Qachonki mana shu liniya yorib o'tilishiga demak пробой deb nomlaymiz biz. Demak, hozir menga kengroq joy kerak. Demak, fraktalniy strukturaning asosiy maqsadi bizda time framelar bor, ko'rishingiz mumkin. M1 time framedan oylik time framegacha. Bozordagi asosiy strukturalarni ko'radigan bo'lsak, o't ko'rishimiz mumkinki narx minimumlar, asosiy minimumlar bor ekan va asosiy maksimumlar. Ya'ni bozordagi narsalar trend va trendni ichidagi tendensiyalar. Tushunarlimi? Biz anglay olishimiz kerak bo'lgan narsa bozor trenddami yoki tendensiyadami? Agar tendensiyada bo'ladigan bo'lsa, biz trendga qarshi savdo qiladigan bo'lsak, faqat biz demak stop yeyish ehtimolimiz bo'lishi mumkin. O'shuning uchun biz birinchi trendni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Trend aniqlashda avvalambor bizga katta time frame kerak bo'ladi, yoki D1 yoki haftali yoki H4 time frame. Ya'ni asosiy struktura bizadagi mana shu ko'rinish ekan. M1 time frame'da ham, haftalik time frame'da ham, oylik time frame'da ham mana shu ko'rinish ishlaydi. Ya'ni bizda har doim birinchi maksimum yangilangandan keyin narx minimum, ya'ni liniyaga yaqinlash sharoitini ko'radi. Nimaga? Chunki narx sellga mana shu liniyani yorib o'tganda yoki buyga mana shu liniyadan reaksiya olib ketib qoladi. Sababi bozorga har doim balans kerak. Balans qayerda bo'ladi? Qachonki предыдущий maksimum, ya'ni o'zidan oldingi maksimum yangilanar ekan, bozor orqaga qaytish xohlab qoladi. Nimaga? Chunki tasavvur qilamiz, bozor o'sayotganda bozorni kuchli orqaga qaytaruvchi bular sellerlar bo'ladi, ya'ni sellga kiruvchilar. Xo'p, narx sellga qaytgandan keyin asosiy stop losslar maksimumdan yuqorida bo'ladi. Tasavvur qilinglar. Narx sellga harakatlanib bo'lgach, narx o'zidan oldingi maksimumni yangilagach bo'ldi. Borishga nuqtasi qolmagani sababli balans hosil qilgisi kelib qoladi. Ya'ni balans uchun обязательно mana bu naklonga qaytish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Biz naklondan отбойni olishimiz mumkin, ya'ni отбой degani mana shu liniyadan orqaga qaytishimiz mumkin yoki yorib o'tadigan bo'lsa, trendni sellga o'zgartirib yuborishimiz mumkin. Demak, mana shu strukturani endi katta time frame va kichkina time frame bilan ulaymiz. Tasavvur qilinglar. Demak, birinchi maksimum yangilansa, bizda narx
mana shu ya'ni proboyniy liniyaga qaytish ehtimoli juda ham yuqori bo'lar ekan. Endi kuzatamiz. Xo'p. Time frame o'ylaydigan bo'lsak, tasavvur qilinglar. Bizda mana bu Xo'p, M30 time frame, mana bu H1 time frame, demak H4 time frame va D1 time frame. Farqi nimada deydigan bo'lsak, farqi faqat time frame da struktura bir xil ko'rinishda. Tushunarlimi? Qaranglar, maksimum yangilangandan keyin bozor balansga qaytish uchun demak mana bu o'rta liniyaga, ya'ni trend liniyasiga borish kerak bo'lar ekan. Nimaga? Chunki har doim bozorga o'sha aytib o'tganimizdek balans kerak. O'zidan oldingi maksimum yangilangach, bizda trend yanada yuqoriga o'sishi uchun atkat qilish kerak bo'ladi. Atkat uchun mana shu liniya idealniy, demak o'sish nuqtasi hisoblanadi. Tushunarlimi? Demak, bu bizga nima informatsiya beradi? Fraktalniyni bog'laydigan bo'lsak, fraktalniyda asosiy narsa bu masshtabnost. Xo'p. Ozgincha aniq qilib turing, pauza qilib turing, hozir 1 minut. Hozir 1 minut. 1 daqiqa beraylik, bolalar. Hayajonlanyapman ozgina. Ozgina hayajon bor. Shoshyapman, ozgincha hayajonlanyapman. Demak, asosiy g'oyaga yetdim. Bolalar, bir daqiqa. Bolalar qaranglar. Bu yoqda o'tilayotgan strategiya, ya'ni hali bu narsani favtor qilib, ya'ni bemalol kurslar ham bo'ladi. Bu narsa hozir primoy, ya'ni primoylarga ketayotgan hisobiga ozgina, ya'ni shoshilyaptilar. Potom ozgina bu odamda hayajon bo'ladi. Misol, menda ham birinchi marta video qo'yganman, o'sha hisobiga ozgina nima dedi? To'g'ri tushunasizligini umid qilaman. Potom yana bitta narsa, iloji boricha o'rgatilayotgan narsalarni gapi ahamiyati, ya'ni tushunishga harakat qilaylik. Misol, men chetdan ko'rib o'tiraman, bu sohani egasiman, bu narsani men tushunyapman, misol hozir o'rgatayotganlarni. Misol, yangi kirganlar tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Yangi kirganlarga bitta narsa, bu narsalarni sekin-sekin tushunish uchun oldingi misol 1 2 3 4 5 6 ta videoni ko'rib olib, ana undan keyin u narsalarni nima o'tayotganlarini qancha nomlarini bilib olsanglar, ana undan keyin davomli tushunib olsanglar bo'ladi. Demak, boshladik ha. Все. Demak, bozordagi asosiy strukturalardan biri shu, kattalar. Ya'ni bozor o'suvchi trend bilan pasayuvchi trend ko'rsatadi asosan. Bu narsani biz bilishimiz kerak. Qachonki mana bu naklon buziladi, trend yo'nalishi o'zgaradi. Xo'p, bizga bu nima maqsadni beradi? D1 da agar mana shu ko'rinish bo'lsa, tasavvur qilinglar. Sizlar proboyniy liniyada kirish uchun, demak, qachonki proboyniy liniya yorib o'tar ekan, stop losslar demak maksimumdan yuqoriga ko'chadi. Nimaga? Chunki trend qanaqa ko'rinishda o'zgaradi? O'sib ketayotgan narxi o'zgaradi, ya'ni tushuvchiga o'zgarganini qayerdan bilasizlar? Demak, narx o'sib boryapti. Liniyalarni tutashtirsak minimumdan. Qachon mana shu minimumdagi tutashtirilgan liniyalar yorib o'tsa, trend selga o'zgaradi va narx pastga qarab harakatlanishi bizga ko'rsatadi. Va shunda stop losslar demak, asosan kirganimizdan keyin liniyadan keyin maksimumdan yuqoriga ko'chadi. Demak, maksimumdan yuqoriga ko'chadi. Endi risk masalasi bu yerda muhim. Ya'ni qaysi time frame da kiriladi? Mana bunaqa proboyniy liniya bo'lsa, qaysi time frame da kiriladi? Asosan proboyniy liniya vaqtida M30 time frame yoki H1 time frame. Katta time framelarda risk juda ham kattalashib ketib qoladi. Ya'ni sababi kirganimizdan keyin risk bizda maksimumdan yuqoriga ko'chadigan bo'lsa, agar M30 H1 da примерно 30 yoki 45 punkt yoki 50 punkt bo'lishi mumkin. D1 da ham xuddi shunaqa struktura bo'lsa, qanaqa kirishimiz mumkin deyishlar mumkin. U yerda 300 punkt, 400 punkt bo'lib ketib qoladi. Unda bizga fraktalniy struktura kerak bo'ladi. Ya'ni biz imindi mana shu modellarni ichma-ich bir-biriga bog'laymiz. Bu degani M30 da bo'lgan model imindi D1 da ham bo'ladi. Tasavvur qilinglar. Xo'p, agar bizda D1 da o'suvchi trendni ko'rsak, maksimum yangilanganidan keyin biz bildigan narx balansga qaytar ekan. Qachonki narx orqaga qaytish uchun обязательно разворотный model beradi. Bu degani D1 da biz proboyniy liniya ko'radigan bo'lsak, M30 da kichkina time frame ga o'tib olib, maksimum yangilangandan keyin bozor balansga qaytishdan oldin M30 da mana shu, ya'ni strukturani kichkina ko'rinishini topib olamiz. Ya'ni demak, proboyniy liniyani kichkina ko'rinishini topib olamiz. Nimaga? Chunki qachonki M30 da yorganini ko'rib o'tadigan bo'lsak, biz maksimum yangilangandan keyin bozor balansga qaytish uchun kichkina signalni katta signalga ulaymiz. Tushunarlimi? Ya'ni biz
mana bu yerdagi proboydan keyin kiradigan bo'lsak, stop lossni maksimumdan yuqoriga qo'yib, imminni liniyani yorib o'tsagina trend selga o'zgarishi mumkin, yoki bo'lmasa yorib o'ta olmasa narx nima bo'lishi mumkin? Отбой bo'lib ketib qolishi mumkin. Shu sababli biz mana bu globalniy движенияni ushlash imkoniyatimiz bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi proboyniy liniyadan keyin globalniy liniyani ushlash imkoniyatimiz bo'ladi. Buni bozordagi holat bilan tushuntirib beraman. Qaranglar diqqat bilan. Demak, biz debir time frame ga o'tamiz USD valyutasiga. Ko'rishimiz mumkinki, bizda mana o'suvchi trend tayyor turibdi. Ya'ni trend, откат, demak продолжение. Mana maksimum yangilanganidan keyin ko'rishimiz mumkinki, bozor balansga qaytish kerak ekan. Nimaga ko'ra? Yuqoriga o'sish uchun ham biz asosiy maksimum yorib qo'ydik va narx отбойdan keyin o'sishi mumkin yoki agar proboy qilib qo'yadigan bo'lsa, trendni selga olib ketib qolishi mumkin. Xo'p, diqqat bilan qaraymiz. Narxda bizda o'suvchi trend shakllandi, liniyani tortdik va maksimum yangilangandan keyin balansga qaytish uchun birinchi H1 yoki bo'lmasa M30 time frame ga o'tib olamiz. Ko'rishimiz mumkinki, bu yerda mana proboyniy liniyani, mana bu narsalarni o'chirib turamiz. Chunki bu narsalarda o'sha ishlab bo'lingan. Xo'p, mana asosiy maksimum yangilangandan keyin bizda proboyniy liniya, ya'ni mana bu ko'rinishda o'suvchi trendda, вот, ikkita minimumni tortamiz va ichki trendga o'tib ketib qolamiz mana bu yerda va bizga kirish nuqtasini eng maksimum nuqtada riskga ahamiyat berasizlar kattalar. Demak, liniya yorib o'tilgandan keyin maksimumdan yuqorida примерно 20 punkt bo'lsa, как bizga 50 punktgacha risk qilish imkoniyatimiz bor. Tushunyapsizlarmi? 50 punktgacha risk qilish imkoniyatimiz bor. Ya'ni proboyniy liniya berib bo'lgandan keyin bize o't ko'rishimiz mumkinki, har bir liniya yorib o'tilar ekan, globalniy liniyaga qarab narx harakatlangan. O't. Demak, o't. Globalniy liniyaga narx kelib turib, proboy qilib bo'lganidan keyin narx imminni отбойga qaytib ketib qolgan. Ko'rishimiz mumkin. Ya'ni asosiy global liniya ham yorib o'tdi, trend selga o'zgartirdi, chuqurroq откатdan keyin biz ko'rishimiz mumkin yana trendni selga ketib qolganini. Va narx globalniy liniyaga kelguncha обратный struktura paydo qilgan. Ya'ni tushuvchi trend откат qildi, продолжение, ya'ni maksimumlardan ya'ni liniya tortadigan bo'lsak, mana bu trendni proboy qilib selga o'zgartirdi. Demak, mana bu ichki trendni biz demak отбой olib, mana shu demak trend bo'ylab harakatlanishimiz mumkin selga bo'ladi. Mana shu ko'rinishda. Bu. Demak, debir time frame ga o'tamiz va biz bilamizki, asosan trend qanaqa harakatlanadi? Trend o'suvchi shaklda harakatlanadi. O'zidan oldingi maksimum yangilanadigan bo'lsa, bizda eng oxirgi kuch bu minimum bo'ladi. Ya'ni har doim narx перехай qilar ekan, minimumdan qo'rqmasdan покупкаga kirsak bo'ladi. Покупкаga kirishimiz uchun switchni bizda tasdiq bo'lishi kerak otdalar. Ya'ni biz minimumni zona qilib olganimizdan keyin, bu qanaqa time frame'dagi minimumligi ahamiyatga, ya'ni katta ahamiyatga ega, ya'ni debir time frame bo'lsa, demak, switch kelib tekganidan keyin debir switch zonadan yuqorida yopilishi kerak, ya'ni mana bu ko'rinishda. Demak, mana bu ko'rinishda va signalni olishimiz uchun bizga ketma-ketlik kerak bo'ladi. Xo'p, to'xta. Xo'p, demak, narx o'zidan oldingi o'suvchi trend vaqti o'zidan oldingi maksimum yangilanar ekan, ya'ni mana bu maksimum yangilangandan keyin bozor balansga qaytmoqchi bo'ladi va minimumda biz покупка qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Bayga kirishimiz uchun minimum zonani belgilab olganimizdan keyin ko'k svecha zonadan yuqorida yopilgandan keyin bu tasdiq hisoblanadi bayga va ketma-ket svechadan biz ko'rishimiz mumkinki, bayga harakatlanishimiz mumkin. Ya'ni stop loss iminni ko'k bo'lib yopilgan svechani pastga ko'chadi, ya'ni mana bu nuqtaga ko'chadi va keyingi svechada biz mana bu ko'rinishda iminni покупкаga harakatlanishimiz mumkin bo'ladi. Agar перелог qilib qo'ysachi, ya'ni minimumni yangilab qo'ysachi, ya'ni yuqoridan kelayotgan narx, bunda demak trend bizda selga o'zgarib ketish ehtimoli bo'ladi, ya'ni mana bu ko'rinishda. Misol uchun перелог qiladigan bo'lsa, trend hozir demak, перелогdan keyin trend bizda откатga qaytish kerak bo'ladi. Menimcha ko'pchilik bilsa kerak, голова-плечо formatsiyasini. Bu asosan trendni razvorotidan keyin bo'ladi. Razvorot qanaqa ko'rinishda? O'sib ketayotgan narx eng oxirgi kuchini yangilasa, demak trendni selga o'zgartirishi mumkin va trend muntazam selga qarab harakatlana olmaydi. Nimaga? Sababi откат bo'lmasa, bizda davom ettiruvchi trend bo'lmaydi. Buni bilib qo'yishimiz kerak. Va mana shu ko'rinishda bizda bayga signallar bo'ladi har doim. Katta time frame bilan kichkina time frame bog'lanadi. Ya'ni debir time frame'da biz ko'rishimiz mumkinki, narx maksimumni yangilaganidan keyin mana shu liniyadan qaytadi deb o'yladik va bizda tasdiq iminni liniyadan pastda bo'ldi, trend selga o'zgardi. Eng yaqin kuch zonasiga, ya'ni maksimumga bordi, trend selda turgani uchun va trend selga qarab ketdi. Globalniy minimumga kelganda narx minimumni перелог qilib qo'yganini hisobiga trendni selga o'zgartirdi va ko'rishimiz mumkinki, trend muntazam selga harakatlana olmadi. Nimaga? Chunki narx
mana bu minimumni yangilash uchun mana bu yerdan kuch sarfladi, ya'ni eng yuqori maksimumdan kuch sarfladi va minimumni yangilagach endi trend откатga qaytyapti. Tushunyapsizlarmi? Endi trend откатga qaytyapti. Xo'p, откатga qaytish uchun nima signal berdi bizda? Ko'rishimiz mumkinki, mana yuqoridan liniyalarimizni tortib keldik va minimum yangilagandan keyin biz bilamizki, narx balansga qaytishini va ko'rishimiz mumkinki, mana eng pastki nuqtasida ham probойный liniya ko'rinishida bizda signalni slishkim minimallashtirib bergan va stop lossimiz ehtimoli mana 46 punktli stop loss maksimum yorib o'tgandan keyin va har bir maksimum yangilanar ekan kuchli minimumdan narx yuqoriga o'sayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni har bir предыдущий maksimum yangilanar ekan narx eng yaqin kuchli minimum zonalariga keladi va trendni bayga olib ketadi. Biz mana bu signalni hop ko'rishimiz mumkinki, mana necha punkt tushadi? Почти 380 punktdan oshib ketib qoldi. Ya'ni signalni o'zi. Xo'p, yana biz perixayi ko'rib turibmiz. Yangi haftaga, xudo xolasa, mana shu minimumdan svechalar mana yuqoriga yopilishiga qarab turib, demak, trendni biz bayga olib ketish ehtimolimiz bor. Ya'ni yuqori, juda ham ehtimol yuqori trend bayga ketish. Mana shu ko'rinishda. O'rta zonalarni yorib o'tib ketib qolamiz. Sababi nimaga narx bayga ketyapti? Chunki D1da perlov bo'lganini hisobiga. Perlov degani bu o'zidan oldingi minimum yangilanishi. Demak, trend yo'nalishi selga o'zgargan, ko'rishimiz mumkin va seldan keyin bizda откат bo'lyapti. Откатdan keyin скорее всего bizda продолжение bo'lib ketib qoladi. Ya'ni bizning maqsadimiz imonni mana bu yerdagi harakatni, demak, 800-700 punktli harakatni ushab olib, keyin dalshi selga ushash. Mana bu ko'rinishdagi harakatni. Demak, bozor shunaqa ko'rinishda harakatlanadi. Ya'ni trend, откат va продолжение ko'rinishida. Keyin savol ketdi-da. Mana bunaqa bo'lib qolsa-chi? Mana sizga ko'rsatib beraman. Например, endi mana holatni tepani strategiya o'rganish maqsadida uni savol mendan to'g'ri. Katta, misol siz aytasiz, buni buzib olasiz. Sal уже harakatini ko'rishimiz kerak, ya'ni katta time frame-da. Agar bu narsani buza olmasdan qaytsa, siz aytasiz, to'shto mana bu yerda kuchli zona qilib, keyin sechi bayga yopilsa, bay kirsa. Xuddi shu narsa sechi bayga yopilib turib, keyingi sechidan sel o'tsa-chi? Hozir mana buni yorib o'tmasdanmi, ya'ni minimumni yorib o'tmasdan turib yorib o'tmadi-da. Tipa kaksaga golov плечоga o'xshagan strani kelyapti. Pattern kelyapti-da. Golov плечоga o'xshagan pattern kelyapti. Bundan tushib ketyapti. No, bu tushgandan keyin biz golov плечо bo'yicha sel kiramiz, to'g'rimi? Bundan keyin darshi bay ketsa-chi. Qarang. Hozirgi likvidni sifatida qolib ketadimi? Yo'q, qarang, mana bunaqa ko'rinish bor-da bozorda. Tasdiqni asosan zonalardan olamiz, misol uchun deylik, qarang. Bunaqa ekstremlik holatlar ham bor. Misol, o'suvchi trend vaqtida deylik, mana bunaqa ko'rinish bo'ladi. Liniyani tortadigan bo'lsak, asosan biz отбойный трейдерlar emas, пробойный biz. Ya'ni misol uchun narx liniyani birinchi marta yorib o'tadimi, ikkinchi marta yorib o'tadimi, bizga farqi yo'q. Siz aytyapsizki, to'shto, mana bu minimum agar yangilagandan keyin narx demak, mana bu maksimum, ya'ni golova плечоni перехай qilib yuqoriga dal chiqib ketib qolsa-chi deyapsiz, to'g'rimi? Qarang, bunaqa holatda zona belgilanadi. Ya'ni zona qanaqa ko'rinishda? Xo'p, zona har doim ikkita svecha bo'lishi kerak zonada. Bittasi o'sha imonni selga tushib kelgan svecha, bittasi yuqoriga chiqib ketib qolgan svecha. Zona belgilaganimizdan keyin trendni o'sha D1 time frame bo'ladigan bo'lsa, minimumni D1 svecha yorib o'tadigan bo'lsa, trend selga o'zgartirgan bo'ladi. Trend qanaqa holatda bayga o'zgarishi mumkin? Ya'ni minimum yangilagan trend bizda mana eng oxirgi maksimumni qachon yorib o'tsa, trend bayga o'zgaradi, to'g'rimi? Bizda mana plechoni belgilab olish imkoniyatimiz bor. Plechoda switchnoy reaksiyalar bo'ladi. Qachon biz selga kiramiz plechoda, o'shani ham ko'rsatib o'taman hozir. Как раз savolingizga javob bo'ladi. Plecho selga reaksiya bermasa, demak biz уже oldindan bilgan bo'lamiz, to'shto bu yerda darshi bay ketishini. Ya'ni har bir zonada ikki xil reaksiya bo'ladi. Agar zona yorib o'tilsa, o'sha yorib o'tilgan tomonga trend harakatlanadi. Agar zona yorib o'tilolmasa, trendga, demak, o'sha trend bo'ylab trendga qarshi harakatlanadi. Misol uchun, perlovdan keyin agar zonani yorib o'tolmasdan svechalar zonadan pastda qizil ko'rinishda yopiladigan bo'lsa, bular объемni o'sha selga harakatlanayotganini bildiradi. Agar borayotgan narx, misol uchun selga bitta svecha harakatlanib turib, keyingi svecha bizda to'liq maksimum yorib o'tib ketib qolsa, agar misol uchunda ko'k ko'rinishda bo'ldi. Trendni bayga o'zgartirib, bu yerda bayga qanaqa kiramiz desanglar, bu yerda o'sha yorib o'tgan svechani, shpilkasini keyingi svecha urib o'tish kerak. Mana bu ko'rinishda. Demak, ko'k bo'lib svecha yopiladi va buni shpilkasini mana bu ko'rinishda olib qo'yamiz va trend harakatlanar ekan, mana bu ko'rinishda urib qo'yadigan bo'lsa, asosiy stop losslar zonadan pastga ko'chadi. Ya'ni mana bu ko'rinishda zonadan pastga hozir 1 minut. Mana bu ko'rinishda zonadan pastga ko'chadi va trendni biz mana shu ko'rinishdagina bayga olib ketishimiz mumkin. Ya'ni perlovdan keyin agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni keyingi harakatga, keyingi Shunaqa. Misol uchun mana qarang. Последний o'sha tillada bo'lgan voqeani ko'rsatib o'taman. Misol uchun yaqinda o'sha bizda Back Community Reels chiqdi, 8 punktli движение degan. Ko'rishimiz mumkinki, qarang mana. Imonni siz aytgan moment.
Xo'p, H4 da ko'rishingiz mumkin o'suvchi trend bo'lib ketyapti-da. Da, mana narsani so'ra. Da. Minimumni narx yorib qo'ydi. Trend sell deb o'yladik. Da, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling. Narx esa retestga qaytyapti. Retestda vaqtda ko'rishingiz mumkinki, mana bu maksimum, demak bozorni imini sell ushlab turuvchi maksimum hisoblanadi. Chunki trend sell deydi, to'g'rimi? Qarang. Mana shu yerda bizda konsentratsiya hosil bo'ldi. Konsentratsiya degan flat ko'rinish hosil bo'ldi. Narx yuqoriga chiqdi-yu testga, qaytib mana bu o'rta zonadan pastga yorib o'ta olmadi. Demak, narx maksimumlarni hosil qildi. Qachonki bu yerda signal bo'yicha ko'rishimiz mumkinki, qarang. Mana birinchi turib qolgan maksimum va bu maksimumni belgilaganimizda ko'rishimiz mumkin, birorta ham svecha tana bilan yorib o'ta olmagani hisobiga trend bayga o'zgara olmadi va mana bu ko'rinishda bizda tana yorib qo'ydi. Sizga buni hozir tushuntirgan narsam bo'yicha. Tana yorib qo'ydi, soyasini nargisi yorib qo'ydi, bo'ldi, qarang. Zonadan pastga stop losslar ko'chdi, bo'ldi. Birorta svecha ham zonadan pastga o'ta olmagan. Ya'ni trend asosiysi bayda qolib ketgan. Tushunarlimi? Bu yerda ham xuddi shu holatni ko'rishimiz mumkin. Qarang. Trend qachon impuls bo'ladigan bo'lsa, yana bir narsani tushuntirib o'taman. Biror bir zonani impulsni yorib o'tadigan bo'lsa, narx turib qoldimi? Turib qolgandan keyin mana shu turib qolgan maksimum obratni yorib o'tsa bo'ldi, minimumlar narx o'tkazib yubormaydi. Ya'ni orqaga model shakllanmaguncha. Tushunarlimi? Mana razворотный model ko'rinishi. Razворотный model. Ya'ni trend impuls bilan yorib o'tdi maksimum, eng oxirgi maksimum va ko'rishimiz mumkin model hosil bo'lgandan keyin narx pastga tushdi. Va mana bu tarixni yana takrorlanganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni minimum yangilandi mana bu nuqtada. Trend sellga o'zgardi deb o'yladik. Va eng oxirgi maksimum narxi o'tkazib yuborgani uchun bayga biz dal ketdi. Endi mana buni qarang. Mana o'sha trend eng oxirgi minimum narxi o'tkazib yubordi. Eng oxirgi mana maksimum, ya'ni trend sellga o'zgargandan keyin maksimum. Demak, tana ko'rinishda yorib o'tdi va ko'rishimiz mumkin trend bayga qarab ketib qoldi. Tushunyapsizmi? Va yana tarix takrorlanishiga tayanadigan bo'lsak, maksimum yangilanganidan keyin minimum va minimum, to есть mana bu eng oxirgi maksimum yana trendni yangilab qo'yapti va eng oxirgi minimum bizda narx o'tkazib yubormayapti, trendni bayda ushlab turibdi hozir. Tushundingizmi? Ya'ni xuddi mana bu ko'rinish bo'yicha. Razmun qilaman, ahmoq bo'lib goldga hali sell kirish degani emas. Shunaqa. Trend hali bayda turibdi, hech qanaqa sellga kirish kerak emas. Hozir agar maksimum yana uradigan bo'lsa, urib qo'ygan svechadan keyingi svechani biz pakupga kirsak bo'ladi. Faqat zonalardan pastga stop losslar ko'chadi. Demak, o'sha vaqtdagina biz riskdan anaqa qilgan bo'lamiz. Odamlar bor, hozir trend bayda turibdi, siz tapada bayga o'chib oladi, ozgina sizga harakat bersa slip bo'lib qoladi. Bular aytayotdilar, hozir buzib qo'ygandan keyin tasdiq bilan yana bir marta bayga kirsak bo'ladi deyaptilar. Endi misol tariqasida mana qarang. Yakshanba, to есть juma kuni narx, to есть payshanba kuni mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki, maksimum yorib o'ta olmadi. Qarang. Tana yorib o'tishi asosiy chast hisoblanadi. Mana tanani ko'rishimiz mumkinki, zonadan yuqorida yopilgan, to'g'rimi? Trendni bu bayga o'zgartirgan bo'ladi. Endi biz bayga kirish uchun nima qilamiz? Biz bayga kirish uchun yopilgan tanani shpilkasini urishimiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Narx qancha orqaga ketsa ketaversin. Chunki bayga o'zgargan narx qachon sellga o'zgaradi? Nima deb o'ylaysiz? Bayga o'zgargan narx qachonki, demak, eng oxirgi minimumni yangilab qo'ysagina trend sellga o'zgarishi mumkin. Tushunyapsizmi? Chunki biz trendni buy sellligini qayerdan bilamiz? Eng oxirgi maksimum yorib o'tiladi, trend bayga ketaveradi. Eng oxirgi minimum yoradi, demak trend sell ketaveradi. Biz eng oxirgi maksimumni yorib qo'yganimiz hisobiga ozgincha atkat qildik, mana bu o'rta zonagacha, o'rta zonagacha atkat qildik va bayga yorib qo'ygan svechamizni urishimiz bilan trend bo'ldi, yuqoriga chiqib ketib qoldi. Tushunyapsizmi? Mana shu ko'rinishda trend harakatlanadi har doim. Ya'ni biz bir narsani bilishimiz kerak, o'suvchi trend vaqtida maksimum yangilandimi? Biz maksimum o'zidan, to есть mana yangilangan maksimum o'zidan narx testga qaytganda test vaqti kirishimiz kerak emas. Mana shu maksimumdan chiqib ketayotganda biz bayga kirishimiz kerak. Endi soya yangilanganda bo'ldi. Xolisi shuni switchni ko'rinishda ko'rsatib beraman. Yaxshi bo'ladi. Hozir modelni chizib olamiz. Ya'ni boshida to'g'risini aytaman, misol bosh shoshilganlarga men ham tushunmadim. Mana hozir switchlar bilan ko'rsatib berib, например, tushuntirib beryaptilar, o'sha hisobiga tushundim. Men chestni ozgincha anaqa bo'ladi, auditoriya bilan shunaqa ozgincha. Tipa darsni menga o'tayotganda o'tiring, men o'zim bilan gaplashaman. Shu. Agar gapingiz mana bog'da agar misol ularga kerakli qanaqadir misol menga bularga kerakli informatsiya bo'lsa, bemalol ularga yetkazib bo'ladi. Xo'p, demak, mana bu ko'rinishda har bir maksimumda bizda kuchli o'sha narxni qaytarib yuboruvchi svechalar bo'ladi, ko'rishimiz mumkinki. Xo'p. Ko'k svecha, mana bu yerda mana. Keyin bolalar bu 1 minutlik 5 minutlik time frame deyilmayapti, ya'ni uzoq muddatga o'zaro o'xshash uchun aniq fakt bilan keltirib beryapti. Men hozir har bir narsani ketma-ket tushuntiraman. Ozgincha vaqt beringlar, ozgincha vaqt bersanglar, hozir har bir narsani ketma-ket tushuntirib beraman, xudo Demak, bizani ko'rishimiz mumkinki, har bir razvorotimizda mana shu ko'rinishda ikkita svecha bo'ladi.
Agar ikkita svechi bo'lmasa, demak time frame kattalashtirishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni bizda farqi yo'q. Qaysi bir svechani shpilkasi uzun, qaysi biridir misol uchun shpilkasi kaltaroq farqi yo'q. Har bir maksimum kuchli maksimumda va kuchli minimumda ikkita svecha bo'ladi. Demak, zona belgilashimiz uchun har doim birinchi tana olinishi kerak va keyin shpilka olinishi kerak. Va buni uzun tortganimizda bu zonaga aylanadi. Zona aslida biz uchun nimaga kerak? Nimaga bozorda zona kerak? Chunki bozorda minimum va maksimumdan boshqa narsani o'zi yo'q. Qachonki maksimum yangilanar ekan, trendni bayda ushlab qoladi. Qachonki minimum yangilanar ekan, trend selda ushlab qolinadi. Tasavvur qilinglar, o'suvchi trendni bizda shunga ko'ra, ya'ni o'suvchi trend vaqtida qachonki maksimumni tana ko'rinishda, ya'ni mana bu ko'rinishda yorib qo'yadigan bo'lsak, Xo'p, mana shu ko'rinishda tana bilan yorib qo'yadigan bo'lsak, bu degani trend bayga o'zgardi, shu yerni o'zidan kirish kerak degani emas. Bu prosta trendni bayga o'zgartirdi, eng optimal nuqta trader uchun minimum hisoblanadi. Chunki trend bayga o'zgarganidan keyin qachon selga o'zgaradi? Minimum yangilasa. Demak, maksimum yangilandimi, minimum o'tkazib yuborishga haqqi yo'q trendda. Tushunyapsizmi? O'sha sababga ko'ra har doim maksimum yangilanar ekan, biz mana bu maksimumlardan kirganimiz hisobiga har doim stoplarni yeyimizda narx minimumga kelganda ko'tarilib ketib qoladi. Xo'p, maksimumimizda qanaqa kirish kerak desanglar, trend bayga harakatlanursin. Ya'ni svechalar deylik chiqib ketadi bayga ketma-ket ko'rinishda. Qachonki narx testga qaytar ekan, o't ko'rinishini ko'rsatib beraman sizlarga. O't krasniy svecha va narx zonaning ichiga kiradi. Va bu joyda kutib turamiz. Zonadan qachonki yuqorida yana bir ko'k svecha yopiladi, ana undan keyin trendni biz bayga olib chiqib ketib qolamiz. Ya'ni ko'k svecha yopilganidan keyin uni shpilkasi bor, shpilkasini urishimiz hisobiga bo'ldi, trend bayga chiqib ketib qoladi. Mana shu ko'rinish bo'yicha. Yoki agar zonadan pastga o'tadigan bo'lsak, shu narsani bilishimiz kerakki, eng optimal kirish nuqtasi bu minimum hisoblanadi. Ya'ni bez risk zona. Mana bu ko'rinishda. Endi buni sizga hozir haftalik time frame'da ko'rsatib tushuntiraman. Misol uchun mana funt yuzdini olamiz, qaranglar. Diqqat bilan kuzatib turinglar. Funt yuzdida sell berilgan nuqtasini ko'rsataman sizlarga, qanaqa ko'rinishda bo'lgan. Bolalar tushunishyapti ekanmi? Tushunishayapti, ko'pchilik ham yangi kirganlar tushunmayapti. Chunki ular hali bizga gaplashayotgan tilni tushunmaydi. O'sha hisobiga. Hali o'zim bemalol tushuntiraman. Bo'ldi. Global tushunmayman. Всё. Demak, trend qarang. Trend o'suvchida ketyapti, globalni. Narx o'sdi, откат qildi va eng oxirgi maksimum biz перехай qilib qo'ydik. To'g'rimi? Ha, qarang. Ana endi mana shu maksimum yangilangandan keyin teoriya bo'yicha nima bo'lish kerak? Bozorda buy bo'lish kerak, lekin buy bo'lishi uchun bozorga kuch kerak. Kuch uchun nima qilish kerak? Yorib qo'ygan tomoniga protiv yurish kerak. Va protiv yurganda, qarang, buyga o'zgargan nuqta, ya'ni eng oxirgi kuch zonasini yorib o'tsa selga o'zgaradi, to'g'rimi? Buyni qanaqa trend yorib o'tdi? Ya'ni mana bu maksimum qanaqa trend yorib o'tdi? Mana bu yerdan boshlangan minimumdagi kuch yorib o'tdi, to'g'rimi? Qachonki mana bu minimum yangilanar ekan, keyin trend selga o'zgaradi, to'g'rimi? Endi qarang. Trend bizda ko'rishimiz mumkinki, maksimum yangilagandan keyin mana haftalik time frame'dagi minimumga keldi. Chunki narx maksimum yorib qo'ydi, to'g'rimi? Trendni bayga o'zgartirdi. Demak, minimum o'tkazib yuborishga haqqi yo'q. Qarang, qanaqa idealni ko'rinishda mana bu yerda bayga signal bo'lgan. Va biz ko'rishimiz mumkinki, maksimum yangilangandan keyin bizda ichki trendlar bor, trendning mini selga olib tushish uchun bizda bir g'oya bo'lish kerak. Ya'ni qachonki o'zidan oldingi maksimum yangilansa trend balansga qaytishini bilamiz-ku. Demak, maksimum yangilangandan keyin trend selga qaytish uchun model qidirishimiz kerak. Model esa biz uchun idealni пробойный liniya. Ot qaranglar, signalni qanaqa kichrayib kelganini ko'rsataman. Mana ikkita globalni minimum liniya tortilindi va yana ichki trendga o'tamiz, liniya tortilindi, risk kichrayib boryapti, tushunyapsizmi? Va yana mana bu maksimum yangilanyapti, ichki liniyasiga o'tib boryapmiz va eng biz uchun безопасный zona mana eng yuqori nuqtada 20 punktli risk beryapti. Profitni qaranglar. Har bir liniya yorib o'tar ekan, keyingi liniyaga narx har doim harakatlanadi. Mana, misol uchun mana bu ichki liniya yorib o'tilindimi? Xo'p, mana bu ichki liniya yorib o'tildimi, keyingi narxga harakatlandi. Откатdan keyin yana keyingi narxga. Bu ham yorib o'tilyaptimi globalga qarab? Global yorilgandan keyin bo'ldi, boshqa liniya tortishga sharoit yo'q, demak minimumga narxi borishi tayin bo'lib qoladi. Demak, biz mana bu yerda 30 punktli riskimiz bilan qarang qanaqa punkt ushlash imkoniyatimiz bor. Har bir liniyada save qilishga imkoniyatimiz bor. Ya'ni 30 punkt risk qildikmi, mana 200 punktni o'sha save qilamiz. Ya'ni $200 daromad ko'rdikmi, $100 yoki $150 save qilib qo'yamiz. Keyingi liniyaga borganda mana shu qilgan safeimizni, demak, narx yorib o'tgandan keyin yana dalivka qilishimiz mumkin. Ya'ni qo'shimcha bozorga kirishimiz mumkin. Bu liniya ham yorib o'tiladigan bo'lsa, demak, ketdi narx qarang. 1200 punktga narx harakatlangan pastga. Tushunyapsizmi? Bu долгосрочный $1200. Ha, 0 bilan agar eng yuqori nuqtadan kirib prosta maksimum yangilanganda minimumgacha ushlab turaman desangiz, 1200 punktli narx pastga harakatlangan. Va narx shunchaki o'z-o'zidan chiqib ketmaydi, yuqoriga yoki pastga. Misol uchun, narx tushuvchi, ya'ni pastga tushish uchun mana bu shaklni yasadi, ha?
liniyani yorib o'tdi, selga tushib ketdi, to'g'rimi? Endi qarang. O'suvchiga o'zgarish uchun shu narsani teskarisini yasadi. Ko'rishimiz mumkin, mana tushuvchi trendni liniyani yorib o'tdi, trend baga ketdi. Ya'ni bozor razворотный ko'rinishni bermasa, orqaga qaytmaydi. Razворотный ko'rinishi esa mana bu ko'rinishda. Ya'ni o'suvchiniki mana bunaqa ko'rinishda, ya'ni minimum maksimumlari bir-biridan yuqorida, tushuvchiniki esa mana bu ko'rinishda, ya'ni minimum maksimumlari bir-biridan yuqorida. O'suvchiga minimum nuqtalardan liniya tortiladi, tushuvchiga esa maksimum nuqtalardan liniya tortiladi. Va bu liniya yorib o'tilgandan keyin bizda yorib o'tgan tomonga ishlanadi. Misol uchun tushuvchida liniya yorilsa bayga ishlanadi, o'suvchida liniya yorib o'tilsa selga ishlanadi. Bu uzoq muddatli pozitsiyalar uchun hammasi. Tushunarlimi? Asosan uzoq muddatli pozitsiyalar uchun. Ha. Bu misol uchun haftalik time frame da ko'rishimiz mumkinki, mana flat hosil bo'lib qoldi bozorda. Flat hamma biladiki, minimum va maksimumlarda narxlar agar turib qoladigan bo'lsa, misol maksimumga yaqinlashyapti, sell ishlashimiz mumkin, to'g'rimi? Kuchli zona-yu. Minimumga yaqinlashyapti, nima qilishimiz mumkin? Buy ishlashimiz mumkin. Xo'p, shu yerda qanaqa qilib amalga oshiramiz buy sellni? Shunchaki narx maksimumga borganda sell kiramizmi yoki shunchaki minimumga borganda buy kiramizmi? Yo'q. Tasdiq bo'lish kerak. Tasdiq обязательно bo'lishi shart. Misol uchun mana tasdiq ko'rinishi, ya'ni qarang. Shu globalniy zonaga kelar ekan, proboyniy liniya ko'rinishida yana narx boryapti. Narx liniyani yorib qo'yapti, bo'ldi, trendni selga. Ya'ni har bir retest vaqtida proboyniy liniya beradi, trend yorib o'tadi. Va yana proboyniy liniyadan keyin retestga borar ekan, yana proboyniy liniya va yana narx trend selda. Va yana kuchli minimumlar yangilanar ekan, trend yana selga harakatlanishi uchun ko'rishimiz mumkinki, yana proboyniy liniya. Proboyniy liniya bozorni bu razворотный ko'rinishi hisoblanadi. Va biz eng kuchli haftalik zonani minimumiga keldik va minimumdan ko'rishimiz mumkinki, narx proboyniy liniya bo'yicha chiqib ketyapti endi. Faqat hozircha откатda turibmiz. Demak, откатdan agar yuqoriga harakatlanadigan bo'lsak, biz kamida 100 punkt yo bo'lmasa 200 punktli движение qilishimiz mumkin yuqoriga bayga. Tushunyapsizmi? Endi har bir teoriyani bitta tushuntirishni o'zida o'rganib bo'lmaydi. Buni misol uchun maymunni o'sha siz ham bilasiz buni prekrasni, ya'ni darslarga bo'lib tushuntirasiz, chunki teoriyani bittada qilib tushuntirib bo'lmaydi. Ya'ni yangi kirganlar bor, men bolalarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsam bozorni o'sha maksimum minimumlariga ahamiyat berishsin, ya'ni o'suvchi trendligiga yoki tushuvchi trendligiga, chunki bozorning razворотini mana shular ko'rsatadi asosan. Ichki strategiyadan tashqari. Misol uchun mana liniya tortib qo'yishadi, narx yorib o'tdimi, trend selldaligini ko'rishadi men. Va mana shu trend sellga o'zgarganidan keyin trend bo'ylab o'zligining strategiyalari bo'yicha, misol uchun order blokdan sellga kirishadimi, yo bo'lmasa golova pilchodan sellga kirishadimi, trend selldaligini aniqlab olishgandan keyin. Tushunarlimi? Mana shu ko'rinishda. Demak, liniya yorib o'tilar ekan, narx liniyani yorib qo'ygandan keyin обязательно testga qaytadi. Test vaqtida ham mana shu strukturani kichkina ko'rinishini beradi, chunki riskni kamaytirish maqsadida. Va ko'rishimiz mumkinki, narxni demak, mana bu proboyniy liniya vaqtida agar kirishga ulgurmasak, narx liniyani yorib o'tgandan keyin retest vaqtida yorib o'tgach biz yana bayga kirishimiz mumkin, faqat kichkina struktura ko'rinishda. Bu agar H4 da bo'ladigan bo'lsa, mana bu M30 yoki H1 yoki M15 time frame da bo'ladigan struktura. Ya'ni yo'nalish o'zgarganini ko'rib bo'lganimizdan keyin test vaqtida bayga kirish yoki selga harakatlanish. Selga harakatlanish uchun mana bunaqa ko'rinish berish kerak. Hoppa. Liniyasini tortasiz va trendni biz selga harakatlantirib olib ketamiz. Shu ko'rinish bo'yicha. Va tillada ham shu narsalarni ishlatishimiz mumkin, misol uchun. Demak, kechami story'ni ko'rdim, qachondir boyami qo'ydingiz, yo'q, kecha qo'ydingiz. Ya'ni nimaga bu bay chiqib ketganini, yorilib o'tirishini. Ha. Shunaqa, misol uchun mana narx deylik, o'zidan oldingi maksimumlar yangilangandan keyin ko'rishimiz mumkin, ko'pchiligimiz baribir selga harakat qilganmiz bu yerda. Ya'ni besabab narx chiqib ketyapti-yu, chiqib ketayotgan narxga nisbatan sel harakatlanishimiz kerak deb ko'pchilik selga harakat qilgan. Lekin ko'rishimiz mumkinki, model hosil bo'ldi, yorib o'tdi, retest qildi. Retestda misol uchun mana bu proboyniy liniya vaqtida maksimumga stop loss qo'ymasdan, to'ys qo'yib kira olmasak, mana ichki trend vaqtida proboyniy liniya, stop loss qarang, ehtimolligini qarang. Proboyniy liniya yorib o'tilyapti, risk qanaqa ko'rinishda? 280 punkt, to'g'rimi? Va liniya yorib o'tilingandan keyin trend selldaligini bilib oldik, sell bo'lganidan keyin narxda test bo'lishi kerak, to'g'rimi? Chunki yana harakatlanishi uchun. Test vaqtida yana ko'rishimiz mumkinki, proboyniy liniya, endi qarang riskni. Maksimumgacha уже 42 punkt. 50 punkt qilib qo'yadigan bo'lsangiz, 280 punkt qayerda? 50 punkt qayerda? Va соотношение 370 punktga yaqin. Tushunardingmi? Mana shunaqa ko'rinishda. Demak, bozor hozir maksimumga ketyaptimi? То есть yuqoriga o'syaptimi? Razворотный model ko'rinishi bo'lmaguncha hali bunga против trend ishlash bu qonuniyatga to'g'ri kelmagan narsa, endi selga harakatlanish. Tushunardingmi?
ikki xil selga kirish prinsipimiz bor. Demak, liniya yorib o'tsa kirishimiz mumkin ekan yoki nima? Yokida eng oxirgi minimum yorib o'tilsagina. Qarang, xuddi shu joyda hozir unaqa qolib ketibdi. Endi men ham tushunib kerak, shu yerga borgan tushuntiraman bularga. Конечно. Qarang, bu yoqda hozir likvid qilib buzgan, to'g'rimi? Ya'ni narxni soya bilan buzgan. Hop, imенно hozir mana shu soya tana bilan buzilganida dальше pay kirsam bo'ladimi? Конечно. Уже уверен bo'laman, что dальше pay bo'lganiga. Ya'ni siz aytmoqchisiz-ki, ya'ni maksimum hosil bo'ldi, maksimum buzilgandan keyin sразу pay kirib ketmayman-da. Yo'q. Yana обратно keldi, типа как mana trend liniya qismini qilib chizadigan bo'lsak, обратно keldi. Xuddi shu agar maksimum tepaga tana bilan mam joyi tana bilan buzadigan bo'lsa bay kiraman. Agar buzolmasam ham trend liniya tortganimda tana bilan liniyani yoritdi, sell liniyani yoritib, sell tasdig'ini bersa, sell kiraman, что bu yoki bu zonagacha. Shunaqa. Narx o'zi zonadan zonaga yuradi. Demak, bu yerda kirish prinsipi qanaqa bo'ladi? Siz narx emini kelib to'xtagan birinchi maksimumni belgilab olasiz. Misol uchun mana tana, shpilkani belgilab oldik, ha? Misol uchun. Zona qilib belgiladik. Hozir ko'ryapsizki, birorta tana ko'rinishi yorib o'tmagan narxni. Agar bu yerda tana yorib qo'yadigan bo'lsa, misol uchun mana ko'k tana yorib qo'yadigan bo'lsa, buni nimasi bo'ladi? Shpilkasi bo'ladi обязательно. Shpilka muhim narsa, ya'ni soyasi juda muhim narsa. Soyani belgilaganingizdan keyin bizda ko'rishimiz mumkinki, keyingi ochilgan svecha soyani yorib o'tar ekan, trend bayga o'zgarish ehtimoli bo'ladi. Stop losslar zonadan pastga. Ya'ni trader uchun muhim narsa bu stop loss. Stop loss aniq nuqta bo'ladigan bo'lsa, lot ham kattalashadi, misol uchun riskka qarab turib, mana shu yerda pozitsiyaga kirishimiz mumkin. Agar bu yerda risk juda ham kattalashib ketib qolsa, keyingi prinsip bor. Keyingi prinsip bu zonaga kelgan svechadan qaytib chiqayotganda покупкаga kirish. Misol uchun mana testli svecha bo'lib keladi. Zonadan yuqoriga ko'k svecha yopilishi bilan уже bo'ldi. Trendda bayga ishlashimiz mumkin bo'ladi. Retestga kelmasligi ham mumkin, primo. Retestga kelmasligi ham mumkin. O'sha uchun kelganda sразу ochgan yaxshiroq. Shunaqa. Kichkina risk. Ketma-ketlik bo'ladigan bo'lsa, tana yorib o'tgandan keyin ketma-ketlik bo'ladigan bo'lsa, покупкаga kirishimiz mumkin bo'ladi. Stop loss. Ya'ni bu yerda kichkina lot bilan bay kirsak, keyingisida o'sha dagon ko'rsak ham bo'ladi. Shunaqa. Demak, xuddi mana bu prinsip bo'yicha. Ya'ni narx nimaga sразу mana shu yerning o'zidan bayga chiqib keta olmadi? Yo'nalishni o'zgartirgandan keyin откат hosil qildida, xuddi golova pilcha ko'rinish bo'yicha, откат hosil qildida, откатdan keyin shpilkani urar ekan trend bo'ldi, yuqoriga chiqib ketib qoldi. Mana shundan smelo bayga kirsak bo'ladi. Smelo. Da. Bo'lmasa mana maksimumni yana belgilab olasiz. Mana tana yorib qo'ydi, testli svecha bo'ldi. Testvini urushiga biz o'sha bayga kirishimiz mumkin mana bu yerda. Stop loss esa всего лишь mana mantiqga ko'chadi. Yorib o'tgan svechani o'ziga ko'chadi stop loss. Risk соотношение bizda уже почти 1:6 dan oshib ketib qoladi. Da, zo'r. Muhim o'yinchi bo'ldi. Вот. 14-15 punkt risk bo'lyapti, bu yoq уже 120 punkt. Bu 1:10 dan ham oshib ketib qolyapti даже. Dальше ushiydigan bo'lsa 200 punkt bo'lib ketib qolyapti. Asosan o'sha kuchli maksimumda yangilanayotganda svechalarga ahamiyat berish kerak. Ahamiyat beriladigan svechalar bular bizda eng kamida M30 yoki H1. Tushunarlimi? Eng kamida M30 va H1. Bundan kichkina time frame da ishlash Yo'q, tasdiq bo'lmaydi. Undan kichkina time frame tanalari yopilishi imini tasdiq bo'lmaydi bozorda hech qanaqasiga. Tushunarli. Bo'lmasa tushunasizmi? Da, agar tekinga beriladigan ma'lumot faqatgina shu. Tekinga beriladigan ma'lumot faqatgina shu. Shunaqa. Ya'ni, tushunchasini agar yaxshi tushunib olishsa, agar misol uchun yaxshi o'rganib olishsa, zo'r ishlatsa bo'ladi. Fraktalniy strukturani nimani cho'tki ishlatsa bo'ladi. Ya'ni liniyadan liniyagacha narx harakatlanishda nimani yaxshi ishlatsa bo'ladi. Misol uchun liniya qanaqa ko'rinishda? Birinchi globalni topib olishdan, fraktalni ishlatishda ko'rsatib o'taman. Demak, D1 ga o'tib olganda mana bu ko'rinishni topib olishdan va H4 ga o'tganda mana bu ko'rinishni topib olishdan, H1 ga o'tganda esa mana bu ko'rinishni topib olishdan. Ya'ni bizdagi mana bu ko'rinishni. Demak, dakonsa chizib olaylik. Ya'ni liniyalar, signallar har doim bir-biriga bog'liqda, buni olib qarasa. Misol uchun globalni tortib olishadi va globaldan keyin, demak, lokalni tortib olishadi va lokalnidan keyin bizda ko'rishimiz mumkinki, eng signal juda ham kichkina bo'ladigan nuqtada kirib olganidan keyin, misol uchun mana bu ko'rinishda bizda keyingi liniyagacha ushlash imkoniyati bor. Buni ham yorib o'tadigan bo'lsa, undan keyingacha ushlash imkoniyati bor. Ya'ni долгосрочный сделка uchun imini. Tushunarlimi? Ko'rishimiz mumkin, struktura bir xil. D1 da ham, H4 da ham va H1 da ham. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda. Traderga o'sha eng kichkina stop loss nuqta, ya'ni optimal nuqta kerak bo'ladi. Shunaqa. Tushunasizmi? Da. Ta'miningizmi? Shunaqa. Bugungi bolalarga. Bolalar, kameramni to'g'riroq qo'y. Namcha o'qib qo'yib ikkalamiz.
umuman maksimalni tushuntirib berishga harakat qildim, ozgincha hayajon bo'ldi. Navbatni bu safarga Xudo xohlasa Aslida ikkalamiz gaplashamiz hayajon to'g'risida. Shu bilan keyin tugatamiz Xudo xohlasa. Xo'p. Mana shuni tushib o'tiraman. Xabardorlar, akamiz Sirojin aka tomonidan bizga bepul bitta strategiya o'rgatib berishdi mana. Bu ya'ni fraktal ekan, ya'ni globalniy, ya'ni kattaroq time frame'da uzoq muddat ishlash, ya'ni 1 lot, 2 lot ochib $100, $200 foyda qildim, bo'ldi, men zo'rman degan narsa yo'q. Ya'ni kichkina lotlar bilan kattaroq pribilga erishishimiz uchun kerak bo'ladigan, foyda bo'ladigan qiziqarli, mana misol men o'zim chetdan men traderman, men ko'p narsani misol o'rgangan bo'lsam, bu narsa menga plyus bo'ldi, bu narsani men o'rganib oldim. Ya'ni yangi kirganlar tushunmagan bo'lishi mumkin. O'shalarga hali uyda o'zim yana bitta повторение qilaman. Bilmagan so'raydigan joylarni bulardan so'rab olaman. Yana bir marta efir qilib, sizlarga ham tushuntirib beraman. Xudo xolasa ani boy aytganlaridek bitta ko'rdi, bitta o'rganib qola olmaydi hech kim. Ya'ni 10 ta so'z aytsam, 10 tasini birdaniga hozir ketma-ketlikda qaytarib bera olmaysiz. Xuddi shu narsa ko'rinishda, ya'ni men sizlarga bu narsani to'liq, ya'ni qaytarib, повтор qilib beraman. Akamizga kattakon rahmat. Xudo xolasa, Bek Trader Community aka, gap yo'q, Xudo xolasa. Efir o'chiramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar, charchamanglar.